Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumati 3 oy burun Uyg'urlarga vaksina urgan. 2021-yili 1-oyning 2-kuni Uyghur Axbarat Merkizi kelgan uchurda bildirilishicha, 2020-yili 10-oy mezgildala dunyoda taxi Xitoy virusi qarshi hech qanday sinovdan o'tgan vaksina rasmiy e'lon qilinmay turibla, Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda vaksina emlashni boshlagan bo'lib, oldi bilan ommaviy mulozimat, sahiya, saqchi tarmoqlarda ishlayotganlarga urilgan. 12-oyning oxiridan boshlab Sharqiy Turkistonda umumyuzlik vaksina emlash boshlangan. Uyg'ur o'quvchi darsga kechikkanligi sababidan Xitoy o'qituvchidan tayoq yedi. Kundalik pochta gazetining 31-dekabrdagi xabari qaraganda, yaqinda Sharqiy Turkistondan tarqalgan bir sin hujjati ijtimoiy taratqularda kuchli inkas qo'zg'agan. Mazkur sinda bir Xitoy o'qituvchining bir Uyg'ur o'quvchini chechidan tutib, qattiq urayotganligi ko'rsatilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu voqea 21-dekabr Qashqarning Payzot noyasidagi bir to'liqsiz o'tir maktabda yuz bergan bo'lib, sinfdagi ma'lum o'quvchi tarafidan sinfga elinib tarqatilgan. Harvard birlashmasi Amerikaning yosh Uyg'urlarni ozod qilish uchun kurash qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Qo'g'dug'ichi gazetining 1-yanvardagi xabarda bildirilishicha, Harvarddagi 70 dan ortiq o'quvchilar tashkiloti Amerika hukumatidan Rayhon Asadning inisi Akbar Asad uchun harakatga o'tishni talab qildi. Xabarda deyilishicha, Akbar Asad 2016-yili Amerika Tashqi ishlar ministrligining madaniyat almashtirish programmasi qatnashib, Urumchiga qaytgandan keyin g'oyib bo'lib, 15 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Akbar Asadga o'xshash to'rchilik sohasida iyilik tiklagan bir yoshning milliy o'chmanlikka qudratqullik qilgan deb ayblanishi kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Turkiyani Xitoy bilan o'tkazib berish shartnomasi imzolamaslikka chaqirdi. Hindiston Bilim xabar agentligining 3-yanvardagi xabariga qaraganda, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonot e'lon qilib, Turkiya hukumatini xalqaro qonunga va qaytarmaslik prinsipiga amal qilishga, Xitoy hukumati bilan o'tkazib berish shartnomasi imzolashdan yiroq turishga chaqirgan. Bayonotda deyilishicha, Xitoyda vahshiylarcha kishilik huquq tafsandchiligi yuz berayotgan bugungi kunda agar Turkiya hukumati Xitoy talab qilgan Uyg'urlarni o'tkazib berish shartnomasini imzolasa, bu Xitoyning yana bir xil ziyonkashlik quroliga aylanib qolishi mumkin ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa Turkiyaning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni ko'z tutib, Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarni qo'g'dash majburiyatining borligini, undaq qilmaganda Turkiyaning zulmga qarshi so'z qilgan davlat bo'lishdek inovatiga ta'sir yetadiganligini tilga olgan. Uyg'urlar Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyishni davomlashtirdi. Anadolu agentligining 6-yanvardagi xabariga qaraganda, İstanbulda yashaydigan Uyg'urlar Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyishni davomlashtirayotgan bo'lib, ular Xitoydagi yig'ilish va majburiy emgak lagerlarida tutilgan oila a'zolarining ahvolini bilishni talab qilgan. Universitet o'qituvchilari, savdogarlar va ma'murlarni o'z ichiga olgan namoyish guruhi 4 xil tilda lozung ko'targan bo'lib, namoyishchilarning bildirishicha, Xitoy konsulxonasi hozirga qadar ularning hech qaysiga javob qaytarmagan. Namoyishga qatnashgan Turkiya Saodat partiyasidan Ömer Faruk Xitoy hukumatini ayblagan. Shundaqla dunyoning bu vahshiyliklar oldida sukutda turganligiga e'tizor bildirgan. Marks Spencer kiyim-kechak shirkati Xitoyni ayblovchilar qatoridan o'rin oldi. Angliya BBC to'rining 6-yanvardagi xabarida ko'rsatilishicha, Marks Spencer kiyim-kechak shirkati Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tafsandchiligiga qarshi turish chaqirig'iga imzo qo'ygan. 12-oyda BBC xabar to'ri Xitoyning necha yuz ming Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni majburiy emgakka qistig'anligi to'g'risidagi yangi faktlarni oshkorlagan bo'lib, bir turkum kiyim-kechak shirkatlari Sharqiy Turkistondan xom ashyo import qilishni to'xtatgan. Xabarda deyilishicha, Marks Spencer kiyim-kechak shirkati har yili 40 ming tonna paxta ishlatadigan bo'lib,
boshqa shirkatlarning xom ashyo manbasini tekshirishiga e'lon berish uchun Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turish chaqirig'iga imzo qo'yishning muhimligini bayon qilgan. Mag'lub bo'lgan partiya. Bir ay ilgari Tashqi ishlar jurnal to'r betida mag'lub bo'lgan partiya Kompartiyaga bog'langan insonning Beijingdan ada-juda bo'lishi nomli bir parcha maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolaning avtori Saysha 1988 yildan 2012 yilgacha Xitoy Markaziy partiya maktabining professori bo'lib xizmat qilgan. Saysha o'z hikoyasini mundaq anlatadi. Xi Jinping taxtga chiqqanda Jungoning kelgusiga to'lib tashqan ishonch bilan baqdim. Jungoning yuqori darajalik amaldorlarini tarbiyalaydigan bir dangliq maktabning professori bo'lish sifatim bilan tarix haqida yetarli tushuncham bor edi. Bu sababli Jungoning siyosiy tuzilma jihatda islohot elib berish payti allaqachon yetib keldi deb o'ylaydim. Xitoy Kommunistik partiyasi 10 yildan ortiq turg'unlik holatini beshidan o'tkazgan bo'lg'achqa, ilgari har qanday vaqtdagidan bakrak islohotga muhtoj edi. Mening nazarimda, islohot elib berish bishoratlarini bergan Xi Jinping bu navbatlik islohotdagi birdan-bir nomzod edi. Men ayni chaqda oshqun markizmchi edim. Biroq Jungoning siyosiy tuzilmasi allaburun islohotni kutib turmoqda degan o'yga kelgandan e'tiboran bara markizmdan yuz o'rib, Xitoy duch kelgan masalalarga g'arb ideologiyasidan javob tepish xiyoliga keldim. Xitoy Kompartiyasining sadoqatman mo'rtlardan bo'lgan men bu paytda erkinlik tarafdoriga aylanishga boshladim. O'tmishda Xitoy Kompartiyasiga bosh urdiganlardan bo'lsam-mo, biroq erkinlik ideyasiga moyil bo'lib qolgandan e'tiboran qalbimda Xitoy Kompartiyasining mafkurasining to'g'riligidan va uning Xitoy xalqiga bergan va'dasidan gumonlanishga boshladim. Dal mushu sabab tufayli amaliyat Xi Jinpingning islohotchi emasligini isbotlagan chaqda men buningdan qilchim hayron qolmadim. Xi Jinping hokimiyat yurgizayotgan yillarda kommunistik rejim huquqni markazlashtirishda texmi bak yovuzlashib, vahshiyona usullar orqali o'z kuchini saqlashni davomlashtirdi. Uning zulmi va mustabidligi kun sari eshib ketdi. Xi Jinping shaxsga cho'qinish to'lqini qo'zg'ab, partiya ideologiyasini kontrol qilishni texmi bir baldoq kuchaytirdi. Intayin sus holatda mavjud bo'lgan siyosiy fikrlarni va xalqning ijtimoiylik bo'shlig'ini yo'q qildi. Navoda siz o'tgan 8 yilda Xitoyda yashab baxmagan bo'lsangiz, Kompartiya rejimining qaysi darajada vahshiylashib ketganini, uning qanchalik unsiz tragediyalarga sabab bo'lganini his qilib yetolmaysiz. Sayshaning bayonicha, u Nanjingda harbiy oilada cho'ng bo'lgan bo'lib, Xitoy Kommunistik partiyasining alohida ta'minotlari bilan o'sib yetilgan. Shu sababdan Xitoy Kommunistik partiyasining razilliklarini sezib yetolmagan. O kommunist qizil oilada tug'ilib, o'sib yetilganligi uchun kichigidan tartibla Kompartiyaning sodiq cho'qing'ichilaridan bo'lish yo'lida tarbiyalangan. Cho'ng bo'lganidan keyin harbiy meditsina universitetiga xizmatga tushib, kutubxona xizmatini ishlagan. Bu jarayonda faqat partiya ichidagi munosabatli kishilarningla qusur tepish uchun o'qishga yo'l qo'yiladigan g'arb ideologiyasiga oid ba'zi asarlarni o'qib, Xitoycha sotsializmdan boshqa ideologiya sistemalarining mavjudligi va rangbarligini his qilib, kallasi g'idiqlangan. Ammo yanala Xitoy Kompartiyasining ideologiyasiga sadoqatmanlik ko'z tutish yo'lida markizmni birdan-bir haqiqat bilib ketavergan. Keyin Markaziy partiya maktabiga xizmatga o'stirilgan Saysha 1989 yildagi Tiananmen qirg'inchiligida Xitoy ozodlik armiyasining o'quvchilarni o'qqa tutganligidan ko'ngli g'ash bo'lib, xalqning qo'g'dug'uchisi deb tasvirlangan bu kommunistik armiyaning qilmishining tashviqot tikisi bilan tamoman zid ekanligini his qilgan. Kommunistik partiyaga butun asli vaslini atgan Saysha keyin yuqurlab o'qib,
1998-yili doktorluq unvoniga erishgan va Markaziy partiya maktabining o'qituvchisi bo'lib ishlashni davomlashtirgan. Saysha partiya maktabda o'qituvchilik qilish jarayonida kuchli ta'qib ostida xizmat qilgan bo'lib, so'zlagan har bir so'zi, o'tgan har qitimliq darsi mazkur kommunistik qarorning asli qoidasi bo'yicha chala qo'ymay ovozga va ko'rinishga ilinib mengilgan. Munosabatli xodimlar tarafidan 100 turani nazorat qilingan. Marksizmni va Xitoy Kommunistik partiyasining ideologiyasini ishtiyoq bilan o'rgangan Saysha har xil sabablar tufayli, jumladan Marksizmdagi nuqtai nazarlar bilan Kommunistik partiyaning tutgan yo'lidagi ziddiyatlar, Marksizm bilan Kommunistik partiyaning ideologiyasidagi bema'niliklar sababli o'zi mangan yo'ldan gumonlanishga boshlagan. Yuqori darajalik Xitoy kommunistlar orasida Kompartiyaga bo'lgan sadoqati va Kompartiyaning ideologiyasini yaxshi tushunish bilan tonilgan Saysha bargancha muloyiza, muhokamalarda Kommunistik partiyasining mohiyatini bakrak ochiq bildirishga, oradagi gungi so'z jumlalarni ro'shan etishga moyillik ko'rsatgan. Ochiq sharhlanish sababli Kompartiyaning gungi so'z iboralarining orqasidagi razillikning pash bo'lib ketishidan ansiraydigan munosabatli xodimlar Sayshaning yozmalariga va suhbatlariga alohida diqqat qilishga kirishib, uni diqqat qilishga, ehtiyotchan bo'lishga undagan. O'zi mengayotgan yo'lning bargancha ma'nisiz, ziddiyatlik, barsi kelmas yo'l ekanligini ko'nsir tonib yetayotgan Saysha dars va maqola asarlarda o'zining gumonlari va hayronliklarini yoshirun va gunga holatda ifodalashdan saqlana olmagan. Oqibatda uningga taraf-tarafdan ko'zlar tikilib, nasihatlar yig'ishga boshlagan. Sayshaning maqsadi qandaqdir Kommunistik partiyaning abdibashirisini ichib tashlash emas, balki xubsallikni tashlab Kommunistik partiya ichidagi bir talay nomuvofiq ish hodislarni isloh qilish bo'lgan bo'lsa-mu, yuqori darajalik kommunist cho'qing'uchilar Sayshani bargancha partiya ichidagi shumbuyi sifatida ko'rishga boshlagan. Saysha bo'lsa, Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sadoqatini doim ifodalab, Kompartiyaga yaxshi bo'lsin uchun ba'zi fikrlarni o'ttirib qo'yganligini ifodalab turgan. Uning niyati qanchalik yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar, kommunist katavashlarining ayg'oqchilari Sayshani qor tizimlikka kirgizib, uni partiya ichidagi quloq kasti bangvash deb bilib, uning bo'lgan ta'qibni va cheklimini bargancha kuchaytgan. Ammo uning ajdodi bo'yicha partiyaga bo'lgan sadoqatini biladigan Xitoy Kommunistik partiyasi uning quloq kastiligini adablash uchun ba'zi choralarni qo'llangan bo'lsa-mu, lekin uni e'tiborlab ishlatishni yanada davomlashtirgan. Saysha keyin chet elga chiqib ziyorat qilish fursatiga erishgan. Bu jarayonda sirtqi dunyoni ko'rgan Saysha mustabid kommunistik rejimdan bara-bara saskinishga boshlagan. Bu chaqlarda Kompartiya siyosiy islohot qilishi kerak degan tushunchasi qat'iylashgan Saysha Xi Jinpingdan ümid kutgan bo'lsa-mu, Xi Jinpingning taxtga chiqibla hamma huquqni o'z qo'liga ilib, texmo qattiq mustabid siyosat yurgizishga kirishishi Sayshani texmo bak aramsizlantirgan. O'z kadrlarini yaqindan ta'qib qilishda mislsiz ulgu yaratgan Kommunistik partiya Sayshaning his tuyg'ularini sezib yetib, uni avar qilishga boshlagan. Ammo taki mushu kamgacha partiya intizomiga xiloflik qilishni uxlab tushiga keltirishgimi jur'at qilolmay yurgan Saysha Kommunistik partiyasining o'ziga qilayotgan besim va ta'qiblardan bir shumliqni sezib, oqibatda chet elga sayohat qilib qaytish bahonasida yaqinqi yillarda Amerikaga kelib olgan. Xitoy uningga darhol qaytishi to'g'riliq buyruq tushirgan. Saysha o'zi ishlagan Markaziy partiya maktab rahbarligidan qaytib borsa, o'z bexatarligiga kafolatlik qilishga va'da berishini talab qilgan bo'lsa-mu, uning rahbarlari bu haqda va'da bermagan. Oqibatda u Xitoy Kompartiyasining buyrug'iga bo'ysunib, Xitoyga qaytmaganligi uchun partiyadan qo'g'lab chiqarilgan. Tug'ilgandan toki 2 puti ko'rgi sangilgacha Kompartiyaga bir umr sodiq xizmat qilgan Saysha islohotchilikqa bir oz moyil bo'lganligi uchunla nurg'un peshkanlikka yo'liqqan.
Çayşaның keçmişleri Xitay Kompartiyasiga ishlagan nurg'un kishilarning taqdiridan bishorat beradigan bo'lib, Xitay Kompartiyasining muqarrar mag'lub bo'ladiganligini ko'rsatib turmoqda. Xitayning saxta tashviqot o'yinlaridan hushyor bo'laylik. Amerikada hokimiyat almash oldi turgan paytlarda Xitoylar o'zining vatanimizda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirishni maqsad qilgan Uyg'urlarga va xalqaro qaratgan tashviqotlarni o'zgacha shaklda kuchaytirmoqda. Xitoy bir tarafdan Sharq Turkistonda jazo lagerlarini va Uyg'urlarni majburiy emgakka soladigan o'rinlarni kengaytsa, yana bir tarafdan yolg'on tashviqot orqali o'z jinoyatini yushirishga va haqiqiy ahvolni pardozlab, Uyg'urlarni xuddi xo'shal yashayotganda ko'rsatishga urinmoqda. Buningdan sirt Xitoy yana dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarni qoralash va yomon ko'rsatish uchun har xil razil o'yinlarni o'tirg'a chiqarmoqda. Xitoyning bu xildagi tashviqotlarining muhim bir shakli YouTube va Instagram kanallar orqali tarqatilayotgan Uyg'urlarning naqshi muzika va televiziya filmlari bo'lib, bu filmlarni ko'rgan odam Uyg'urlarning o'z vatanida zulm uchrayotganligiga gumon bilan qaraydi. 2017-yildan keyin Uyg'urlarning milliy madaniyatiga oid hamma narsa vayronchilik uchragan bo'lib, shu qatorda burun bor bo'lgan turli madaniyat san'atga munosabatli televiziya programmalarimi amaldan qoldirilgan edi. 2020-yili to'g'ri yuzda Uyg'urlarga oid naqsh musiqa filmlari birdinlik ko'payib ketdi. Xalqimizga tunish bo'lgan bir qism naqshchilardan boshqa yana nurg'un naqshchilarning yangi albomlari YouTube kanallariga bas-bas bilan chiqarildi. Uyg'urlarning ichidagi bir qism koni cho'lponlar, jumladan lagerga kirib chiqqanligi ma'lum bo'lgan Sanubar Tursun, Farida Mahmud, Abdurahim Hayit, Odil Mejid, Muxtar Bug'ra qatorliqlar ekran yuzida qayt ko'rinishga va maxsus programmalarga chiqishga boshladi. Yaqinda Ipak yo'li sadosi nomli programmaning 4-qarori boshlangan. Abdulla Abdurahim qatorliq naqsh cho'lponlari vatandagi taratqularda bir mezgil ko'z ko'rnigan ommaviy obrazlar riyosatchilik qilgan turli programmalar, masalan, elchi, cho'lpon keldi, studiya kim keldi qatorliq yangi programmalar bas-bas bilan tarqatilishga boshlagan. Undan boshqa TikTok qatorliq suhbatlar orqali tarqatilayotgan Uyg'urlarning 10 necha ming so'mlik kaptar setib olgan, 2.500.000 so'mga nasllik qo'shqar setib olgan haqidagi filmlar kishilarning diqqatini tortgan. Sharq Turkistonda YouTube qatorliq nurg'un tor bekatlar cheklangan bo'lib, Uyg'urlarning YouTube kanallariga film va ko'rinish chiqarishi mumkin emas. Undaqda YouTube'ni qoplayotgan Uyg'urlarning normal, xo'shal yashayotganligini ko'rsatadigan Sharq Turkistonning vaziyatini butunlay burumlab ko'rsatayotgan bu yumor, chaqchaq televiziya programmalarini kim chiqaryotdi? Nemish hozirgidek vaqtda bu tashviqotlar birdilik kuchayib ketadi. Amerikada hokimiyat almash oldi turayotgan mushu paytlarda Xitoy nemishqa bundaq tashviqotlarni kuchaytirdi? Bu ishlarning orqa ko'rinishi haqida sagaklik bilan o'ylashimiz kerakki, Xitoyning tashviqotlariga o'zimizmi sezmagan holda bexud bo'lib qolmasligimiz kerak. 2016-yili Amerikada yangi hokimiyat almash oldida Xitoy hokimiyati vatanimizda misli ko'rilmagan bostirish, tutqun qilish qilmishlarini boshlab o'tgan edi. Amdilikda bo'lsa 4 yildan buyon Uyg'urlarga qarshi yurgizgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yepish uchun yangi o'yinlarni o'ynayotgandek turadi. Xitoyning Uyg'urlarga qarshi tashviqotlari Xitoyning davlat ichi va sirtidagi taratqullari, Xitoy setib olgan yoki kontrol qilgan chet el medialari, ijtimoiy taratqular orqali davom qilmoqda. Xitoy buninglik bilan qolmay, jimjit, istutaksiz tashviqot urishi orqali Uyg'urlar haqidagi koni yangi filmlarni turli yo'llar bilan tarqitib, Uyg'urlarni bexudlashtirmoqda. Uyg'urlarla emas, Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib va Uyg'ur masalasini tushunishga tirishayotgan chet elliklarni qaymoqtirmoqda. Nurg'un kishilarimiz o'zimiz sezmagan holda vatanga bo'lgan seg'inish, vatandagi tunish cho'lponlarni ekranda qayta ko'rganda tasalli tepish hissiyoti bilan o'zimizga ziyon beradigan bu xil naqshi musiqa stilleri va filmlarni ko'plab tarqitib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi tashviqotiga hamdamda bo'ladigan ahvollar ko'rilmoqda. Xitoyning Uyg'urlarga nima razilliklarni qilayotganligini biladigan har qanday Uyg'ur Xitoyning turli yushurun va jimjit tashviqotlaridan hushyor bo'lish kerak. Xitoy Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatib qo'ygani yo'q. Vatan ichida Uyg'urlarning kallasini yuyish, vatandagi Uyg'urlar bilan chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning orasida negizlik ziddiyat paydo qilib, birlashalmas qilib qo'yish tirishchiliklarni bir kunmi to'xtatib qo'ygani yo'q. Dunyoda Uyg'urlarga istash kuchayotgan mushu paytlarda Xitoy bir tarafdan Uyg'urlarni tinch, xotirjam yashayotganda qilib ko'rsatishga tirishib, film va ko'rinish tarqatsa, yana bir tarafdan turli vositalar bilan har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarning obrazini satlashtirib ko'rsatishga tirishmoqda. Bunun eng yaqinqi misollaridan biri
Türkiye'de Doğu Perinçek'nin Uygurlarını Türkiye hükümeti yaman ko'rsatish tirishchanligidir. Uningdan boshqa 2020 yılı 12 ayının ahiri Xitoy Afg'onistonga Uygurlarni Amerikaga qarshi terrorchi qilib ko'rsatishga urinib kirgizgan 10 jasusning tutilganlik xabari oshkorlandi. Xitoy bu orqali yaqinda Amerika hukumat tarafidan terrorlik tizimligidan chiqarib tashlangan Turkiston Islom partiyasini Afg'onistonda Amerikaga qarshi qayta harakat qilgandek bir saxt ko'rinishni paydo qilib, Uyg'urlarning obrazini xalqaro yomon ko'rishga tirishgan. Halbuki Xitoyning bu plani amalga oshmay, Afg'on hukumati Xitoyning bu 10 jasusini qo'lga olgan. Xitoyning besim bilan Xitoy hukumatiga qaytarib berilgan bu 10 jasusning 8i Uyg'ur, ikkisining Xitoy ekanligi ilgari surilmoqda. Xitoy buning bilan to'xtab qolmay, Uyg'urlarning ichidagi dunyoga guvohlik berayotgan lager shohidlarini qoralash va ularni yolg'onga chiqarishga urinmoqda. Shunga biz haqqoniy da'voyimizni qat'iy davom qilish bilan birga o'z da'voyimizni haqqoniy ko'rsatishga davomli tirishishimiz, Xitoyning haqqoniy da'voyimizni yomon ko'rsatish suiqasdiga bakmi hushyor bo'lishimiz kerak. Amerikada hokimiyat almash oldida Xitoy Uyg'urlarga qarshi yolg'on tashviqotlarini hassilab kuchaytiryapti. Xitoy dunyoni yana aldab Uyg'urlar qilgan jinoyatlarni yushirib bo'lolmaydi. Ammo Xitoy Uyg'urlarni sahnalarga chiqarib qo'yib, Uyg'urlarning qo'li bilan tarqitayotgan, Uyg'urlarni xo'shal-xuram, baxtli yashayotganda ko'rsatilgan film va ko'rinishlar bizni va bizni qo'llayotgan barliq kishilarni qaymoqtira oladi.